sohangiz bo'yicha ozgina chuqurroq kirsak, ortoped restavrator deb yozilgan, shu haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'tsak, nima deysiz? Xo'p, restavrator degani tishda yo'qotilgan qismi, karies kavogi bo'ladimi yoki sinib tushgan joyimi, o'shani xuddi oldingidek qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa qilib qayta tiklashga restavrator deyiladi. Va men bu restavratsiya yo'nalishida 4 yildan beri vrachlarga dars o'tib kelaman. Plomba bilan restavratsiyani ko'pchilik bir xil deb o'ylaydi. Haqiqatda bir xil, lekin restavratsiya bu shunchaki plomba qo'yish jarayoni emas. Ya'ni boya ta'kidlaganimdek, kerakli joyda men maxsus plombalarni ishlataman, maxsus kraskalar yordamida xuddi oldingi tish yo'qotilgan qismi qanaqa bo'lsa, shuni estetik va funksional jihatdan qayta tiklashga harakat qilaman. Bu juda ko'plab bilim va vaqt talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Ortopediya bo'ladigan bo'lsa, deyarli bir-biriga o'xshash, bunda faqat undan-da kattaroq bo'lgan og'iz bo'shlig'idagi hamma tishlarni, misol uchun vinillar yordamida bo'ladimi yoki koronkalar yordamida to'liq qayta tiklash bo'ladi. Va mana shu ortopediya va restavratsiyalar yo'nalishi bo'yicha men 8 yildan buyon juda ko'plab bemorlarga yordam berganman va yordam berib kelmoqdamiz. Shunda hozir briket eylinerlar haqida gap bo'lmadi. Siz qilmaysizmi shunda? Yo'q, bu yo'nalishlar bo'yicha maxsus ortodont vrach bor jamoamizda. Ular mana shu yo'nalishlar bo'yicha shug'ullanishadi. Ortodont, ortopedni doim adashtirar ekanman. Bo'ldi, unda ortoped va restavratsiya bo'yicha savollar bo'lsa yoki murojaat bo'lsa sizga aloqaga chiqish mumkin ekan. Rahmat. Salomat bo'ling.